Katsi uchun alohida baho berib ketasizlar o'rtoqlar. Yakkasaroy Salomatinada joylashgan kompaktni yangi uyimizni video obzoriga keldik bugun. Umumiy yer maydoni 215 sotuvni, umumiy kvadraturasi bo'lsa taxminan 280 kvadraturani tashkil qiladigan shunaqa chiroyli uyimizni obzoriga keldik. Hovlisining ichiga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, mashina uchun 3 taga bemalol joy mavjud. Undan tashqari ko'cha qismida ham mashina uchun joy bor. Video davomida uyimizning tashqi fasad qismini ham videosini qo'yib ketaman. O'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar. Hovlisida bo'lsa shunaqa chiroyligina zeleniy zona qilingan. Bu yoq tarafda hovli uchun mo'ljallangan hojatxona. Undan tashqari asosiy kirishimiz bu yoq tarafdan hisoblanadi. Uydagi umumiy xonalar soni bo'lsa 6 tani tashkil qiladi. Uyga tegib to'liq podval hisoblanib, to'liq obzori video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Alloh deb uyimizning ichiga ham kirib oldik. Kirganingizda shunaqa ikkinchi qavatga chiqish va podvalga tushish uchun mo'ljallangan zinaga ko'zingiz tushadi. O'ng qo'lda bo'lsa mehmonxonamiz joylashgan. Uyimizda ikkita mehmonxona mavjud. Birinchi qavatda ham, ikkinchi qavatda ham katta va shinam qilib qurilgan mehmonxonalarimiz mavjud. Undan tashqari kirganingizda chap qo'limizda ayollarimiz uchun maxsus xona, ya'ni oshxonamiz mavjud bo'lib, shunaqa kompaktni va chiroyli qilib qo'yilgan. Birinchi qavatda umumiy hisobda bitta yotoqxona va bitta yuvinish xonasi mavjud. Video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Bu yoqda yotoqxonamiz, uning yonida bo'lsa birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi mavjud. Podval haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, uyga tegi to'liq podvalni tashkil qiladi. Zinadan tushganingizda to'g'ringizda холодный komnata hisoblanadi. Uni yonida o'ng qo'lda bo'lsa kotelniy, uni yonida bo'lsa o'ng qo'lda bitta xona bor. Podvalni o'zida ikkita xonamiz mavjud. O'z xohishingizga qarab foydalansanglar bo'ladi bu xonalardan. Ikkinchi qavatga chiqib obzorni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Ikkinchi qavatga chiqqaningizda shunaqa chiroyli kattagina hol kutib oladi sizlarni. Bu yerga bemalol xohlasanglar stul yoki divan kreslo qo'yib o'tirishinglar, hordiq chiqarishinglar mumkin. O'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, bu yoqda ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi. Uning yonida bo'lsa ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz. Zinadan to'g'riga chiqqanimizda bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoq